Assalomu alaykum barchaga. Siz ko'rish kerak kanaldasiz. Yangi savollarni kutganmidingiz? Bugun biz siz uchun doimgidek eng ajoyib savollarni tayyorlab qo'yganmiz. Yangi savollarni boshlashdan oldin o'tgan videorolikdagi eng ajoyib kommentariyalarni sizga havola etamiz. Yangi savolni eshitishga tayyormisiz? Unda biz boshladik. Maktablar aro sehrgarlar jangi kuni ham yetib keldi. Oysoy akademiyasi yaqin atrofdagi maktablardan o'quvchilarni qabul qilayotgan bir paytda Alisher, Munisa va Timur g'alati bir narsani payqab qolishdi. Ular sehrli tayoqchalarini asosiy zalda peshtaxta ustida qoldirishgandi, ammo hozir ularning hammasi g'oyib bo'lgan. Musobaqada qatnashish uchun ular 10 daqiqa ichida tayoqchalarni topishlari kerak. Rasmga qarang va tayoqchalar qayerda bo'lishi mumkinligini haqida biror bir dalil topa olasizmi? Xo'sh, sehrli damlamalar xonasiga olib boruvchi loyli izlarchi? Ular ancha shubhali ko'rinadi. Shunday qilib, uch sehrgar keyingi xonaga qadar shu izlardan borishga qaror qilishdi. Ular yetib kelgach, dahshatli bir manzaraga duch kelishdi. Damlamalar shkafi ochiq, ko'plab damlamalar esa yo'qolgan. Bu o'g'rilar g'alaba qozonish uchun firibgarlik qilishni rejalashtirishgan ko'rinadi. Ularga tayoqchalarni topishga yordam berishi mumkin bo'lgan 3 ta damlama qolgan edi. Birinchisi quloq tasviri tushirilgan bo'lib, o'tmishdagi ovozlarni qayta eshittiradi. Shuning uchun ular xonada sodir bo'lgan hamma narsani eshitishlari mumkin edi. Ikkinchisi ko'z tasviri bilan sehrli buyumlarning izlarini ko'rsatadi. Uchinchisi it tasviri bilan hid bilish qobiliyatini kuchaytiradi. Shunda ular xohlagan narsasini hidlab topa olishardi. Ular qaysi damlamadan foydalanishlari kerak? Keling ko'rib chiqamiz. Birinchisi tayoqchalarni topishga yordam bermaydi. Uchinchisi esa 3 ta tayoqchani topish kerakligi sababli biroz chalg'itishi mumkin. Shunday qilib, ular albatta ko'rish damlamasidan foydalanib, tayoqchalarni topmagunlaricha barcha sehrli buyumlarning izlarini kuzatishlari kerak bo'ladi. Damlama ularni Oysoy o'quvchilari o'z ajdarlarini saqlaydigan zindonga olib bordi. Ular yetib kelgach, ajdarlari juda bezovta ekanligini payqashdi. Aslida Munisaning ajdari kasal bo'layotganga o'xshardi. Rasmga qarang, Munisaning ajdari nega o'zini yomon his qilayotganining sababini topa olasizmi? Agar ziyrak bo'lsangiz, buni to'g'ri topdingiz. Sehrli damlamaning zaif ko'k izi Munisaning ajdarining qornigacha olib boradi. Uning qorni ichida 3 ta ko'k chiroq yonib turadi. Bular yo'qolgan tayoqchalar bo'lishi kerak. O'g'rilar ularni ajdar ozuqasiga yashirish uchun Munisaning ajdariga yedirgan bo'lishlari kerak. Uchovlon Munisaning ajdariga tayoqchalarni chiqarib olish uchun damlama berishdi va turnir boshlanishi uchun asosiy zalga yugurib qaytishdi. Ular asosiy zalga yetib kelishlari bilanoq maktab direktori o'ta xavfli jinoyatchi qattiq qo'riqlanadigan qamoqxonadan qochib, o'quvchilar orasiga yashiringanini e'lon qildi. Jinoyatchini aniqlash vazifasi Alisherga topshirildi. U gumonlanuvchilarni 3 kishiga qisqartirdi. Birinchi qiz akvalanchi kiyimida edi. U suv parisi ozod qilish vazifasini bajarganini aytdi. Ikkinchi ayol esa iflos kelinlik libosida edi. U parallel olamdan kelganini va u yerda kelinni yovuz odamdan qutqarganini aytdi. Uchinchi ayolning maktab formasi bor edi, lekin u kuygan edi. U sehr mashq qilayotganini va ulardan biri noto'g'ri ketib, o'zini deyarli yoqib yuborganini aytdi. Jinoyatchini kim ekanligini topa olasizmi? Bu uchinchi ayol. Uning yonida sehrli tayoqchasi yo'q edi, shuning uchun u sehr mashq qila olmas edi. Qolaversa, forma unga kichiklik qilardi. U buni haqiqiy o'quvchilardan biridan o'g'irlangan bo'lishi mumkin. Timurning o'z mahoratini isbotlash vaqti keldi. U chorrahada qoldi. Uning oldida 3 ta yo'l bor edi. Biri uni xavfsiz shahargacha, ikkinchisi xavfli o'rmonga, uchinchisi toshli to'siqlarga to'la tog' davoniga olib borardi. Har birining yo'lning boshida sehrli mavjudotlar turar va ularning har biri bitta savolga javob bera olardi. Timur ularning barchasiga bir xil savol berishga qaror qildi. U ulardan qaysi yo'li xavfsiz va shahargacha olib borishini so'radi. Birinchi yo'lni qo'riqlayotgan maxluq agar u shaharga yetib bormoqchi bo'lsa, bu yo'l emasligini aytdi. Ikkinchi maxluq bu Timurga kerakli yo'l ekanligini aytdi.
Uchinchi maxluq esa agar u birinchi yo'ldan borsa, adashib qolishini aytdi. Timur xavfsiz shahargacha yetib borishi uchun qaysi yo'ldan yurishi kerak? U uchinchi yo'ldan yurishi kerak. Oxirgi maxluq o'zining yo'li haqida emas, balki boshqa yo'l haqida gapirgan yagona mavjudot edi. Shunday qilib, u xavfsiz shahargacha yetib borish uchun uchinchi yo'ldan yurishi kerak. Keyingi vazifa biroz murakkablashdi. Munisa xavfli sahro bo'lgan abadiy qumlarni tuyada kezib o'tishi kerak. Bunga uning 6 kuni bor edi. Ammo bir muammo bor. U faqat 4 kunga yetadigan oziq-ovqat olib yurishi mumkin edi va butun sayohatni yolg'iz o'zi bajarishi kerak edi. U o'ziga yordam berishi mumkin bo'lgan barcha odamlardan bir necha kunga taklif qilishi mumkin. Bu qo'shimcha odamlar qo'shimcha oziq-ovqat olib hammalari bilan bo'lishlari mumkin edi. Sizningcha, u hammaga oziq-ovqat yetishi uchun nechta do'stini taklif qilishi kerak? Keling ko'rib chiqamiz. U kamida 2 do'stini taklif qilishi kerak bo'ladi. Aytaylik, Timur va Alisher unga hamrohlik qilishga qaror qilishdi. Birinchi kunning oxiriga kelib ularda 9 kunga yetadigan oziq-ovqat bo'ladi. Agar ular Timur xaltasidan 3 kunlik oziq-ovqatni yeyishsa, Alisherning uyga qaytishi va sahroni kesib o'tmasligi uchun 1 kunlik oziq-ovqati qoladi. Munisa va Timur 8 kunlik oziq-ovqat bilan yo'lni davom ettirishlari mumkin. 2-3 kunning oxirida umumiy oziq-ovqat zaxirasi 6 kunga kamayadi. Endi Timurning xaltasida 2 kun yetadigan oziq-ovqatga ega bo'ladi va uyga qaytishi mumkin. Bu Munisaga oxirgi 4 kunni yolg'iz tugatishiga yordam beradi. Endi musobaqalash navbati Timurga keldi. U qorong'u o'rmonga olib boruvchi portaldan o'tib, jodugar uyini topishi kerak edi. U faqat jodugarning bir tola sochini olgandan keyingina qaytib kela olardi. Qorong'uda bir necha kilometr yurganidan so'ng u jodugarning uyini topdi. Jodugar agar unga shkafidan yo'qolgan qirg'iy patini topishga yordam bersa, o'z sochini bir tolasini bajonidil berishini aytdi. Jodugar buni elflardan biri olgan deb gumon qilardi. Shunday qilib, Timur tergov qilishga kirishdi. Bahrom kuni bilan parilar bilan meva terib yurganini aytdi. Elbek kunni boshqa jodugarning uyida qarishga qarshi damlamani sinab o'tkazganini aytdi. Dilrabo bog'dagi yomon o'tlarni saralayotgan va uyda g'alati biror narsa sodir bo'lganini sezmaganini aytdi. Temir nima bo'lganini darhol tushundi. Rasmga qarang, siz ham nima bo'lganini topa olasizmi? Bu elflardan hech biri uni olmagan. Timur patni polga tushib, yorug'it qilib qolganini payqadi. Shu bilan bizning bugungi savollarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Savollarimizdan nechtasiga to'g'ri javob berdingiz? Bu haqida albatta fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz va obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib, do'stlaringizga ham videoni ulashishni unutmang. Sizlar bilan ko'rish kerak kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog', omon bo'ling.